Payg'ambar alayhissalatu vassalam iymon deydilar. Bid'un. Al-imanu bid'un va sittun aw bid'un va sab'una shu'ba deydilar. Iymonni bo'lagi 60 yoki 70 dan ziyodadir. Iymon. Uni o'sha iymonni shahobchalari ko'pdir. Eng afzali nima? La ilaha illallohdir. Ana o'shan bilan biz iymonli bo'lamiz. Iymon keltirishlikni avvalida shahodat turadi. Va demak iymonni bo'laklari, shahobchalari ko'p ekan. Eng qarang, oxirini payg'ambar alayhissalatu vasallam aytadilarki, eng o'sha oxirgi qismi siz nazaringizda hatto uni past sanaysiz. Siz biz bee'tibor bo'lamiz, lekin uni iymondan deyaptilar. Nima? Imatatul aza anit tariq deyaptilar. Yo'llardan aziyatni olib tashlab insonlarga o'sha rohat bo'lishlik uchun qanaqadir bir zararni chetga qilib qo'yishligimiz ham bu iymondandir. Eshitdingizda? Demak, yo'llarda bugun sodir bo'layotgan o'sha zulmlar, bir-birimizga o'tkazayotgan yoki berayotgan zararlar, ta'ziqlar, qarang, bu bizi iymonimizga zarar ekan. Haqiqiy iymonli kishi nima qiladi? Yo'lda ham yo'lni odobini, qonun qoidasini bilgan holda unga rioya qiladi. Mashinalarimizni mana bir-birlarini oldini kesib o'tishligi, qo'pol so'kinishlar, hatto ko'ryapmiz, o'zimizni Toshkentimizda ham bo'lyapti. Yosh yigitlar tushib olib, ol chekaga deb solishib, do'ppislashib ketishligi va u avval namozdan chiqqan bo'ladi, shuni bilasizmi? Namozdan chiqqan bo'lishi mumkin. Ana buni iymoni nima bo'ladi? Mu'minni o'ldirib qo'ysa, jazosi 5 ta. Agarda kimda kim bila turib mu'minligini, bir bandani mu'minligini bila turib o'ldirsa, unga 5 ta jazo. G'adiballohu alayhi va la'anahu va a'adda lahu azaban alima. Xolidan fiha, jahannamda qarang. Birinchidan jahannamga kiradi. Jahannamda abadiy qoladi. Jahannamda abadiy qolib, Allohning unga g'azabi bo'ladi. 5 jazo bir mu'minni o'ldirib qo'ygan bir kimsaga yoki bandaga. Bugun ogoh bo'laylik, shu yo'l qoidalari deb qarang. Yo'ldagi e'tiborsizliklar, mana bu yilgi mana hisobotni bergan rahmat o'sha yo'l qoida mutasaddilarga biz xabarni so'radik, bizga aytdilar 2025-yilni o'zida, bir yilni o'zida hojotalar 2000 qarib mana 200 ta o'sha vafot holati bo'lgan. 2200 ta. Ichida bolalar bor, yosh go'daklar bor. Hammasi nimadir? Yo'lga bee'tiborlik, yo'lga o'sha nazar qilmaslik, qonunga rioya qilmaslikni oqibatidan jonlar bugun Allohga ko'tarilyapti. Ana u yo'lda yuruvchini zarar kunandaligi bilan. Sizni endi o'qigan namozingizning hisobi nima bo'ladi? Qarang, namozingiz azizlar bu Allohning haqqi, shuni bilaylik. Bugun ko'pchiligimiz hamma haq-huquqda ham biz haqlarni ajratib olmayapmiz-da. Ya'ni haqlar ikki turli bo'ladi. Birinchisi Allohning haqqi, mana shu islomning 5 rukuni Allohning haqlaridan bo'ladi. Namoz o'qiysiz Alloh uchun. Roza tutasiz Allohning haqlaridan. Zakot berasiz molning haqqi deb, lekin Alloh uni buyurgan. Alloh o'zimni haqqim deb so'raydi. Va hajga borasiz Allohning haqlari deb. Qaysi bir banda, shuni bilib oling. Qaysi bir banda Allohning haqlaridan nimadir bir haqni bajara olmasa, deylik, issiq kunlarda kelgan ro'zalarda Ramazonlarni tutmadi. Baxillik qilib zakotini to'liq bermadi. Va hokazo. Namozlarda qazolar ko'p, ro'zalarda qazolar ko'p, molini zakotini bermagan, Allohning haqqida ko'plab o'sha haqqa rioya qilmagan. Allohning haqqiga hatto xiyonat qilgan. Lekin ahli sunnat va jamoa ulamolarimiz aytadilarki, agar bir banda Allohning haqlaridan bir haqda shunaqa bandalikka borib bajara olmagan bo'lsa, shunday bo'lsa ham u umidli bo'lsin. Qarang, ahli sunnat va jamoat ulamolar, rahmat ulamolar, umidli bo'lsin, qo'lini ochib duo qilib tavbasini e'lon qilsin, aytsin, Robbim, men bandalik qildim. Namozlarimni vaqtida o'qiy olmadim.
zakotlarimni bermagan kunlarim, yillarim bo'ldi. Ro'zalarni tutmagan oylarim bo'ldi. Lekin bilaman, sen G'afurur Rahimsan. Sen kechiruvchi zotsan. Sen meni kechirgin. Bilamanki sen kechirasan deb e'tiqod qilib, ixlos qilib, Allohning haqlaridan bir haqda duo qilsa bo'lar ekan. Shunda Alloh xohlaganiga kechadi. Men duo qildim, Alloh kechadi demak. Shunda ham Alloh taolodan shuni umid qilib, Allohim kechgin, kechasan deya qo'rqib yashang. Bilmaysiz, kechdimi gunohingizni, kechmadimi, afv qildimi, yo'qmi? Allohning haqqida mana shunday duolar qilsak bo'lar ekan. Allohning haqlaridan bo'lgan bir haqlarda. Lekin ikkinchi bir haq turi bandalar haqqi bor. Haqqul ibad deyiladi. Bandalar haqqida hech ham umidli bo'lmang. Ya'ni sizni biri molingizni tortib olgan yoki siz birini albatta nima qilgansiz? Zulm qilib, unga aziyat berib, zarar bergansiz. Agar bandalarni qarab turing. Birini sizda haqqi bo'lsa, hech ham umidli bo'lmang. Alloh bo'la turib uni kechmas ekan. Aytar ekanki, Ismoildan olgan bo'lsam 1 so'mmi, bor Ismoilni rozi qilib ke, keyin bandam jannatimga kirasan der ekanda. Allohning haqqi qarang. U rahmati keng zotdir. Afu qilar ekan. Lekin Allohning al-adl, odil sifati bor-da. U bizga aytgan Qur'onida, Payg'ambar alayhissalatu vasallam hadislarda bayon qilganlar, bandalar qiyomat kunida meni huzurimga kelganlarda to bir-birlariga o'tkazgan zarar, zulmlarni murosa qilib, bir-birlari bilan rozi rizochiligini so'ramas ekan, afu o'sha bandam tilamas ekan, men unda kecha olmayman deydi. Alloh kechmaydi. U gunohingizni afu qilmaydi. To borasiz, yoningizdagi birodardan yegan pulingizni qaytarib berasiz. Bergan zararingizni haqqini to'laysiz. Eshitdingizda? Mana u yo'l haqqi, shuni aytmoqchi emas sizga. Yo'l haqqi azizlar, ko'cha mahalladagi yo'llar bo'lsin. Katta bu trassadagi yo'llar bo'lsin. Hammasi bandalar haqqidan aytib qo'ying. Kunda demak shunchalik gunoh qilamizki, shunchalik gunohlarni ko'paytiramizki, bandalar haqqiga ertayu kech o'sha zarar beruvchi bo'lib, ne gunohlarni qilayotganligimiz bilmaymiz. Ne gunoh qilayotganligimiz bilmaymiz. Bugun to'xtaylik, chunki bunda namozlarimizni ertaga o'sha ajri savobini, qiynalib tutgan ro'zalarimiz, yozlarda ro'za tutmadikmi? Qiynalib qilgan har ne amalimizni o'sha biz zulm yetkizganlarga qiyomat kuni berib o'tiramiz. Zulm yetkizganlar sizga keladi, bo'yningizga yopishadi. Sizning amalingiz ko'p edi. Lekin Alloh subhanahu va taolo aytadiki, bor deydi, uni rozi qilib kel deydi. Keyin jannatimga kir. Hatto qarang, mana hajingiz bor-ku. Men buni har yili hojilarga aytishni o'zimga xas qilganman. Mana inshaalloh duo qilib tursangiz, ertaga muftiy hazratimiz boshliq hojilarimiz haj safariga chiqyaptilar. 15 ming hojiga biz ma'ruza o'qiymiz. Har ma'ruzada men shuni eslataman. Nega? Hojilarimiz mana sizni safingizda ham bor albatta. Yaxshilab bilib olsinlar. Domlalarimiz aytganlar, hadis sharifni yetkizganlar. Nima deganlar? Kimda kim hajni haqqini berib haj qilsa, unda bir shahvoniylikka bormasa, unda to'polon janjal qilmasa, fosiqlik qilmasa, hajni qonun qoidasiga to'liq amal qilib haj qilsa, hadis sharifda shunday keldi. Raja'a kayawmin waladatu ummuhu deya keldi. Onadan tug'ilgan yangi go'dak, yangi chaqaloq bo'lib eliga qaytadi. Hatto uni yoshi 100 ga yetgan 99 yil qilgan gunohi bo'lsa ham hammasi afu qilinadi. Deyiladi hadisda, to'g'rimi? Lekin hadisni boshqa tarafi bor. Nima? Ha, to'g'ri. U Allohning haqlaridagi bir huquqlarda. Lekin bandalar haqlarida sizni qilgan hajingiz o'sha bandalarni sizdagi haqlarini ketkiza olmaydi. Shuni yaxshilab bilib oling. Hajga bu yil borayotganlar bormi? Qo'l ko'tarsin. Kim boryapti hajga bu yil? Bitta bo'lsa ham oramizda hoji bordir. Bu yilgi haj niyat qilgan kim? Sizmisiz? Ha, hoji akam. Alloh muborak qilsin. Alloh hammalarimizni ko'plab hajlarga yetkazsin. Lekin hajga ketishimizdan avval nima qilaylik? Bandalarni bizdagi haq huquqi bo'lsa, uni ado qilaylik. Shunda xotirjam ketamiz. U yog'i endi Allohning haqqi. Haj amallari Allohning haqqi. Uni domlalar, 50 boshlar ko'rsatganidek, o'rgatganidek qilasiz, ana u hajingiz haj. Lekin shuni biling. Hajga borib olib 1000 tavof qiling. Ka'bani ichiga sizga kirishlikka
imkon bo'lib qolsinda Ka'bani ichida yig'lab duo qiling. Ka'bani ichida xatm Qur'on qiling. Maqom Ibrohimda 1000 marta xatm Qur'on qiling. Qiling bütün amallarni. Safo va Marvoda million marta u yoqdan bu yoqqa borib sa'y qiling. Lekin bandaning sizi gardaningizda bir so'mi bo'lsa, u amallar o'sha bandani sizdagi haqlarini yo'olmaydi. Buni ko'p hojilarimiz bilmayapti bugun. Buni sizga aytishligim, biz hajda emasmiz, hazrat, nega bizga aytayapsiz demang. Sizga aytaman, aynan mana u yo'l harakat qonun qoidalaridagi xatolarimiz ana o'shani o'zi. Chunki u bandani haqqi. U Allohning haqqi emas. Mana yo'lda yurishlik hammamiz haq-huquqimizdanmi? U yo'l faqat bizga qilinmagan. Shu o'zbek xalqiga, kelayotgan mehmonlarga o'tganda katta trassada bo'lyapti. Kelgan mehmonlarni o'sha xafa qilib bizni xalqimiz, ular o'sha organimizga yozib, ko'rasiz, uyalasiz. Bizni diyorimizni, mana yurtboshimizdan Alloh rozi bo'lsin, har tomonlama rivoj topayotgan, dunyo havas qilayotgan yurtga kelyapti-da, aynan lekin o'sha kelgan mehmonlar ham o'zlarining ulovlari bilan kelgan mehmonlar ham nimadan? Yo'l harakat qoidamizda bizi zararlarimizdan zararlanyapti. Va biling, takrorlayman, u bandalarning haqqi, o'zidan haqqi bo'lganligi uchun rozi rizochilik so'ramasangiz, uni zambi, gunohi bo'yningizdadir, qiyomatda unga alohida javob berasiz. Qiyomatda qanday javob beramiz? Agar pul imkoni bo'lsa edi, yonimda uni jasur hojilar bo'lsa edi, akalari Muzaffar hojilar bo'lsa edi, hojim menga qarz berib turing, siz meni yaxshi ko'rasizki, men yerda meni qarzim bor ekan, berib yuboraman derdim. Yo'q, o'sha kuni unaqa dollarlar, unaqa so'mlar yo'q. U kuni faqat savoblar, o'sha ajrlar bor. Payg'ambar alayhissalatu vasallam bir kuni ashabi kiromlarga qarab, "Atadruna manil muflis" dedilar. Muflis kimligini bilasizlarmi dedilar. Qarang, sahoba kiromning zakovatini qarang. Ana ularning farosatlarini qarang, donoliklarini qarang. Muflis deganligi moli mulki kuygan birini aytadi arab tilida. Ular arabku. Payg'ambar alayhissalatu vasallamga qarata aytdilarki, "Al-muflisu fina man la dirham lahu va la dinar." Ya Rasululloh, agar biz, ya'ni siz biz tushunadigan tildan so'rayotgan bo'lsangiz, muflis deb bizda puli, dinori, dirhami qolmagan, moli, mulkida bankrot bo'lgan biriga aytiladi. Talofat, molida talofat ko'rgan biriga aytiladi deganlarida sahobiy kiromlar shu javobni qildilar. Payg'ambar alayhissalatu vasallam la dedilar, yo'q dedilar. Al-muflisu fi ummati. U muflis ular meni ummatimdan bo'ladilar. Islomdan, ya'ni iymon ahlidan, musulmon bo'lar ekan. U namozni qoyil qilib o'qigan, zakotlarni o'z vaqtida bergan, ro'zalarini eng afzal holda tutgan, hatto kechqurungi xatm Qur'onlarda ham birinchi safda turib, to'liq 20 rakatlarni yillab o'qigan, hajlarga borgan, islomda nima amal borki, hammasini qilgan bo'lar ekan. Zo'r amal qilgan. Hamma dunyoda u kishini obid degan. Haqiqatda obid edi. Hadisning davomida, so'ngida Payg'ambar alayhissalatu vasallam illa dedilar, o'sha shunchalik amal qilishligi bilan, lekin daraba hada, ana uni birini urgan, shatama hada, ana u birini so'kkan, ana u biriga bunday zarar bergan, ana u biriga bunday aziyat bergan. Bu yoqda buni o'sha bandalar bilan ham bunaqa muammolari bo'lar ekanda, bandalariga o'sha zarar kunanda bo'lgan ekan. Ana qiyomat kunida u tiriltiriladi. Farishtalar keladi Allohning huzuriga, "Ey Robbimiz, mana bu bandang katta obid bo'lgan ekan. Bitta ham qazo namoz yo'q. 70 yil namoz o'qibdi. 70 yil mana roza tutibdi. Hajlarga boribdi, umralarga boribdi. Amallari juda go'zal-u, lekin bandalarni qaqshatgan ekanda" deydi. Nima qilgan ekan? Birini burnini qonatgan, birini quloqini cho'zgan, birini yerini tortib olgan, birini irzini to'kkan deya, uni bandalarga bergan zararlarini sanay ketar ekan. Alloh taolo endi uni hisobini yopishtirishlik uchun, hisobini bekitish uchun unda uni qilgan amallaridan mazlumlarga beringlar der ekan. Ana endi yo'q so'm. Yo'q, unda hisobot yopadigan dollarlar, banklar yo'q. Faqat o'sha qilingan amalni ajrini, savobini unga beraveradi. Bir mahali yana farishtalar Alloh taologa uni hisobini so'rab kelar ekan. Robbimiz, ana obid bandangning o'sha shunchalik zarar kunandaligidan mazlumlar tugamayapti, uni amallari, savoblari, daftari tugadi desa, yo'q, tugadi. Bitdi. Unda qolgan mazlumlarning gunohini buni bo'yniga yuklanglar.
bo'yniga gunohlarni olaverib, birovlarni qilgan gunoh. U birovlar kayf qilib gunoh qilgan, nima gunoh qilsa, ana u bechora ularni urib qo'yganligi uchun ana endi bo'yniga, gardaniga yuklanadi va jahannamga otiladi. Ko'rdingizmi muflis kim ekan? Muflis islom ummatidan bo'lgan bir banda bo'lar ekan, obid banda bo'lar ekan. Lekin bandalarga bergan zararidan ana o'sha Alloh asrasin, shuncha amallarni qilishligi bilan, namozxon bo'lishligi bilan birgalikda jahannamiy bo'lib qolar ekanda. Sababi nima ekan? Bandalarga aziyat bergan. Mana u yo'l shunday azizlar. Bugun hammamiz ham mana ko'pchiligimiz ko'rib turibmiz, musofirmiz. Ulovlarimizga ehtiyot bo'laylik. Imkon qadar o'sha kattalarga yo'l beraylik, shoshganlarni haqqini rioya qilaylik. Ayniqsa mana qarang, o'sha hozirgi sizga salagan o'limlarni aksari Qizildan o'tib ketgan. Qizildan o'tyapti. Nariyoqdan meni yo'lim deb kelayotgan bir oilani botamon 5 kishi. Er, xotin 3 ta mayda bolalar bilan yanchib o'tib ketyapti. U nima deydi? Qiyomatda hojati ayting o'zingiz. U ana ular namozxon edi. Allohni bir suyukli qullari bo'lgan masalan. Nima deydi Allohning huzuriga bor? 5 ta jonni o'sha nima qildi? O'lishligiga sabab bo'ldi. Bugun yo'l harakat qoidasi shunday azizlar. Keling, bugun nima deylik? Iymonimizda turaylikda, aqlimizni, xushimizni yana yig'ib olaylikda, Alloh taolo bizga yaxshilikni iroda qilib, faqat yaxshi bo'lishligimizni, o'zini rozi rizochiligini topishligimizni bizga aytdimi kitobida va payg'ambar alayhisolatu vasallam sunnatlarida? Demak, shariatimizga quloq tutaylik. Shariatimizni buyruqlarini qilaylik. Shunda inshaalloh o'zimiz va ahlimiz nima qilamiz? Najot topamiz inshaalloh taala.